Pervan mesletlere mana muşu. Biz bu ilanni televiziya kanallarida qo'ymaymizdan ha. Faqat do'yindilik qo'ysak bo'ldi. Biror program bo'lib qolsa, shuni qo'ysakmi bo'ldi. Demak, jo'g'inam qarang rejissor. Siz buni bak cho'ng televiziya ilani deb o'ylamayman. Odatdagi bir do'yin ilani deb o'ylang. Shuni siz degan bahani o'ttirdili kelsak, qanday deysiz? Sürat giriş başlayın ya. Ya, rejissor to'xtang. Bu ilanni bundan qimmat ishlasa, men qanday pul topadigandim men? Bu qitimki safarimiz Turpanga bo'ldi. Davay, davay, Turpanga davay. Bularning seni maydondan qo'g'lab chiqarib aytganicha ko'ngling amma ishim bo'lmaydi. Men rasli bir yarim askanman. Qarag'anda men rejissor bo'lgan arzumga yetamaydigan o'xshayman. Nima ish qilib qo'ylaysa deyman. Odamcha o'ziga ishinib yashash kerak. Men tasalli bermasingizmi bo'ldi. Men rasli bir yarim as. Ular dedi-ku. Men bir saram. Fikam, men mo burun sana o'xshashdim degina. Ichimdagicha? Ana. Rahmat. Lekin rostga qilsam boya sendan faxrlanib qoldim jimo. Sen o'zingning orzusi uchun shuncha ko'p odam ishlayotgan maydonga bo'shab kira olding. Demak sen yangi qaltis degan gap. Shuning uchun sen hargiz bel qo'ymayapman, davomli tirish. Sening birdan-bir qildigan ishingcha yaxshi tirishib, kelgusini o'zgartirish. O'tmish kelmaski katta-da. Shuni sen cho'qim tirishib, kelgusini o'zgart. Xo'sh. Xo'sh. İşençin paydo bo'ldimi? To'g'ri. Men rasli bir sarankanman. O'zimning saranligiga ishonchim to'lib tashdi. Men dunyodagi o'ziga eng ishongan saran bo'la olmayman. Ko'pchilik! Akıla! Hadilar! Og'iylar! Sizlar o'zingizlarning yarmasligiga ishlamsizlar. Cho'qim ishingizlar. Sizlar 100% yarmas bo'la olmaysizlar. Sizga rahmat. Men cho'qim o'ziga eng ishongan yarmas ham saran bo'la olmayman. Rahmat sizga. Bay tushundim ku. Şunun o'xshashlamış diyeceğimden hepsini aynı düşürmüz. Tamam? Ma'qul sen. Ma'qul. Rahmat. Ya nima bo'ldi sana? Çatak çıktı. Nima ish bo'lding? Ügüre. Nima ugra? Enim dadam apalarni ilib bizning uyga kelay deb qopti. Ular safardan kelgandan keyin harda o'qish ish qisbakan. Men yo tomoq idishni bilmaysan. Xotin kishi bo'lgandan keyin bir amal qilmabsiz. Ha. Acayip o'xshabdi. Ha? Qizim, yana bir chini et chiqing ha. Ma'qul dada. Xotin, tomoqni qanaqa qildingiz? Parvonadan so'rab. Parvona? Parvona tayyorgarchilik tamoqlari sizga haqiqiy uy ta'mini his qildirdi. Oy to'xtang. Nim bo'ldi? Hoy, isiniz bo'lmaydi. Nimaga? Samirib ketsa. Nima yeymansan? Mana maniya. Parvona nolmay tarkiblik shirinlik kangipin to'zir bo'lsa, samirib ketishdan ansirimisiz bo'ladi.
Tam bir xil payza, Parvona shirinlik kangripin do'zdiri. İştime, Dayak yedin mi? isimde yok. Esingda qolmagani yaxshi. Aslima azobning meg'izi. Esingda qolmagani ta'lim. Sen bu gapini anlab, bana boyliq uchraydigandek his qilyapman. Jiq ishlarni demagan yaxshi. Daryoda oqqan suvdek to'lg'indigan qiz bor ekan. Direktor bana kirib ha. Voy bol ko'mayma. Hey! Men bo'lsam kichikgina ishimni qablashtiramagan qibaq boshlar. Hey, to'sib oldinglar. Nere sunmam deyme. Bugun kayfiyatim yaxshi bo'lib qoldi. Bo'lmagan biz qaynon ichdim ishqondan. Qon ichma deydi u. Qon ozmi nima? Bas chiqana oldi. Huzuringlarda bo'layotgani Parvona mahsulotlari tojdorligidagi Turpanga safar filmi. Qani bu yoqqa. Qani o'tiring. Ha, ishimni ishga saqlab turing, ha? Ha, rahmat. Ey. Siz oldi bilan bizning mush bexatarlik tekshirishimizni bir o'tib o'ting. Nima? Bexatarlik tekshirish. Qani keling, qo'pqa. Keling. Tekshir olay, ha? Voy, bu oyog'ingizni ochib nima yushirib oldingiz? Paypaq. Ha, putumni bakaras. Oyog'ingiz silinga. Oyog'ingizni sog'izib bir tashkil etinglar. Ya, men ayğımdan boqqichi sal ko'pda biyab bo'lib qolmasan. Ey, mening xizmatdoshlarim oyoq sog'izish bak usta deyman. Qani keling. Oyog'ingizni sog'izib bir tashkil etinglar. Qani, keling. Voy. Ey, tata mana. Kichik tashkil. Ayol bisini. Tut. Bexatarga. Voy. Esli ma'nasi emasmi? Bekasida avar qilib tur. Ham direktorlar ko'rasak bo'ldi. Qani. Avar qildik-a? Mana bu yoq. Tejam elektron savdo-cheklik şirketi Turpanga safar filmini alohida qo'llagan. Qani. Mana baş direktor. Bizning direktor bak qiziqchi bu. Hey. O direktor yana tujiq qoldi, qoch qutuldiraylik, qachon qutuldirsin? Bu qutuldirdim. Sen tushya? Sen tusha. Sen tushya?
Sen düşersen? Ya adam ölüp kaldı tiz bolunla. Direktör ölüp kapqaz biz işten boşluk tutmuş şuma. Şunda ekan sen düşmemsen. Oldu qıtım ben qutqazdım bu. Hey, oldu qıtım sen futur etkensen? He ma işkinla nimada qilishlar ishtik bolanglar. Ağzınızda şuma. Biz talashmayapmiz, adil bo'lsin deyapmiz. Shundaymi? Bizga o'xshash ma'childigan tursa? He ma ishkinla nimadan muhim emasligini bilmayapsizlar. Bilmez. Qutqizmabsizlar bizni. Lekin biz tezroq qolishimiz kerak. Ya burg'idagilar bo'lsan, kela. Mana emasmi? O kökütüp bardı o adam ölüp gitip de varsa. Bu kostyumda soğuş kullanmaz. O şu danışım anıcı ölüp kalmam da. Unda siz qutqizgan. Ben süzüşü ufmusa. Unda qani saqlayli. Oy bana erkek qilib bakalım bana. Voy, hechnim bo'lmaydi. Ya bizim direktor hechnim bo'lmaydi. Hey direktör. Qo'lingizda. Hey direktör, putingizdan bos biring ha. Hey direktör. Aldırma. Yo direktor. Ama qara qilmas. Meydisi bas sen, meydisini. Direktor ketib qolmadi. Direktör, bak korak yakın bana. Üstünü nefeslendir lan. Qoch buda. Sen qila. O'zlaridan kelsin. Sizdan kelsin. Voy, yaxshilik oxir ishlarga kellar, qoch buda. Vay to'xtang lan, ma ishkinlar yana nimaning muhim emaskini unutib qaldinglar deyman. Voy, siz bilganga siz qilaverasiz. Men qilaydigan zukandab qoldim emasmi? Hechtimni qilmaydi, bizga dars o'tibdi. Ya bir artık kardeşime bir çay içip atarıp susam ya da. Yapma direktörünü kutkusak oldu diyorum yani. Amsa, bunu kadar kile. Kile geç bu da. Aman emez mi? Geç bu da ha. Direktör. Direktör, doktorxona boram do'q. Sapsaq bo'lgandim. Endi elansan. Direktör. Bu qatim e'lonni siz bilan so'zlashgan kishi inson qalbidan chiqqan to'qining poqi. O shirkatga kelgandiki numussizlarchi mening o'rnimda talashyotdi. Men uni ko'zdan yo'qotmasam bo'lmaydi.